Hamma kutgan Jack M4 endi наличиda tayyor. Undan tashqari 24 oylik rassrochkalar ham ochildi. Bemalol videoni oxirigacha ko'rsating. Boshlang'ich to'lovlari, oylik to'lovlari hammasini batafsil ma'lumotni beramiz. Undan oldin videoga like bosishni unutmanglar. Assalomu alaykum Jack Motors muxlislari. Bugun sizlar bilan navbatdagi Jack M4 ni to'liq obzorini qilib chiqamiz. 2026 yangi mahsulotlardan keldi. Xudo xolasa anchadan beri kutilayotgan mashina. Hop, Jack M4'imizni juda ko'pchilik biladi. Motorlari 2 atmosferniy bo'ladi. Benzinda 9 ta 10 ta atrof rasxod qiladi. Bundan tashqari siz bemalol metan propan sulfga qilsangiz bo'ladi. Hop, endi ko'rinishlari M3 dan jicha farq qiladi, deriskiroq ancha. Hop, buni juda ko'pchilik biladi. 11 kishilik kelardi, hozir 9 kishilik kelyapti. Buni bemalol B-Pro bilan haydasangiz bo'ladi. Hozir bitta ichki salonlarni ko'ramiz. Maza qilib o'rasiz ichki salonlariga ham qulayliklari ancha ko'p. Juda ko'pchilik Jack M3 ga solishtiradi. Bemalol kelib Jack M3 da ham meni ko'ringlar, M4 da ham meni ko'ringlar. Endi baribir bu bitta sinf balandda, signallaridan farq qilishni boshlaydi. Hop, rullari, mana cruise kontrollari, multimediyalari hamma yo'g'i bo'ladi. Undan tashqari bitta monitorlar ham boshqacha qilingan, deflektorlar, nima tepalar, torpedalar koja bo'ladi. Climate controlda bo'ladi mashina. M3 da bilasizlar, konditsioner bo'ladi. Climate control farqi bo'ladi albatta. Hop, mashinamiz razmerlarida ham farq qiladi, 10 sm bo'yiga, eniga. Yana nimalarda, tablolarida baribir o'zgarish bo'ladi. Hop, endi orqa tomonni ham bitta ko'ramiz. Endi juda ko'pchilik videoda ko'rgandan bemalol salonga kelib tashrif buyurib o'zini bitta ko'rish ham mumkin. Sidinlari addenniy bo'ladi, pastakaniklar, fortichkalari, climate control orqada ham bo'ladi, olti deflektorli bo'ladi, M3 da 4 ta bo'ladi. Hop, ichki sidinalari boshqacharoq bo'ladi, ham kengroq bo'ladi. Bari bu miyahkiroq bo'ladi, chunki bu sal kilosi ham og'irroq, dizayni ham sal boshqacharoq bo'ladi. Miyahkiligi ancha yaxshi. Orqadan ko'rinishlari ham mana chiroyli qilib ishlangan ancha. Bunday o'sha zatniy kamera, podkroniklar bor. Endi bunda faqat bagajida ozroq bo'ladi, kichkinaroq bo'ladi. Endi metan propan pastga, zapaskani o'rniga tushadi. Sidinalar kengligi hisobiga orqada joy ozroq qolgan. M3 da joy ko'proq bo'ladi. Mana ichkaridan ko'rinishini ham ko'rib turibsizlar. Mashina ancha keng. Maza qilib yurasizlar, turizmga ham, boshqa liniya piniyalarga ham maza qilasizlar. Oilaviyga ham eng zo'r mashinalardan bittasi. Hali hamma yumshoqqina ketadi. Masalan, Damas minib yurganlar bor yoki bir masalan 7 kishilik crossoverlar bor. Shularga qisilib olayotganlar uchun mana Inamarkani kattarog'i narxi ham ancha arzoni. Hop, bu mashinamizni endi xarakteristikalarni ko'pchilik biladi, mabodo tushunmaganlar yo nimadir savollar bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qila olasizlar. Sizlarga endi asosiysi narxini aytib o'tib ketamiz. Hop, mashinamiz hozirgi kunda 286 million so'mga chiqyapti. Mana sizlar bilan oddiy kalkulyator qilamiz. 286 millionni yozadigan bo'lsak, bo'lamiz 2 ga, ya'ni 50% ni to'laysiz. 143 million bilan olib ketyapsiz. 2 million atrofida sug'urta bo'ladi. Hop, endi 143 millionni bo'lamiz 24 oyga. 5 million 958 mingdan oylik to'lovi chiqadi. 6 milliondan to'lab bir oy kamroq tezroq qutulib olasiz. Hop, bemalol kelib har qilsa ham bo'ladi. Rassrochkada o'zida nomlangan chiqadi. Hech qanaqa penya jarimalari bo'lmaydi. Hop, xudo xolasa agarda naqdga yo persinaga hal qilaman desangiz, narxida ancha skidka qilib beramiz. Ya'ni 286 million sotilayotgan bo'lsa, sizlar naqdga olaman desangiz, naqd 30 million so'm chegirma qilib beramiz mashinamizga. Kelasizlar, naqdga yo persinaga hal qiladigan bo'lsangiz, 30 million sizlarga skidkasi. Undan tashqari yana chiroyli bonuslarni qilib beramiz. Maza qilib ketasizlar. Albatta, biz bilan qolinglar. Bu mashinani qayerda hal qilaman deganlar uchun Andijonda, juda ko'pchilik biladi, Jack Motors'da Qumbozorda deb aytishadi. O'ng tarafimiz Andijon aeroporti, chap tarafimiz o'sha Sharxondan kelish Kurgavoyda yonida. Bemalol telefon qilasizlar. Qolgan viloyatlarga ham mashinalar chiqartirib, dastavkalarni qilib beramiz. Xudo xolasa biz bilan qolinglar. Pastdagi nomerlarga tez aloqaga chiqib, bunaqa skidkalariga, rassrochkalarga ulgib olinglar.